Opa, er xiyonat qildi, lekin bilib hammasiga chidab yashasang, ering qadringga yetmasa. Kim aytdi xiyonat qiladigan er xotinning qadriga yetadi deb? Siz chidasangiz qadringizga yetam. Ajoyib. Mana qarang. Mana tushim shishib ketganda, mana tarafi. Sezilyaptimi? Qarang, betim to'ri burchak bo'lib qolgan, mujskoy bashara bo'lib, ayniqsa mana tarafim. Bu ham xunuk bo'lar ekan mana. Lekin chidayapman-da, mana shishib ketganiga. Pulim yo'qligidan emas. Doktorga borishga qo'rqqanimdan. Hozir borsam jonimni og'ritadi. Yo shu tishimni olib tashlaydi. Mana shu tarafda tishim yo'qligi ko'rinib qolsa odamlar nima deydi deb chidayapman-da. Endi bu chidaganim uchun men bu og'riyotgan tishim menga rahmat deb og'rimay qolmaydi-da bu tish. Bu darsha og'raveradi. Yo qutulmagunimcha, yo lisheniya qilmagunimcha. Gap tish haqida emas.